Otur bakalım. Yaxşı otur. Aa, yedim bir de. Bana. Qarab baqa. Maçaplarını mı Olmaydı oldu? cuma. Bana. Aldırmayın, sağ olun. Chetlarni tuz chiqasa bo'ladi. Hey, emgek musabıqası qanat aytırsa qandaq deysizlar, ha? Emgek musabıqası başlat qamsa, qana kim ko'proq chaplaydi ki, ha? Aldırap gitmesek buldu. Aldırmayın. Maçaplarını yaptı mı? Optu mu? Sen optan çaplapsan, optan boptu. Chetlarni tuz chiqasa bo'ladi. Hey, qarag'na, Keremni gaplashtirmayapti. 981 ga. Qanday qilyapti? Yerlarga chaplab. Hey, qarag'na, Keremni gaplashtirmayapti. Qaranglar uni yelim surtishiga. Keremlik. Bunu bundaq qilasiz. Bana öğretmesen bilemem. Bana öğretmesen bunu da. Salam Qo'mondan. Yaxshi mesele, yaxshi mesele. Odan turdunlarmı? Qo'mondan yaxshimisiz? Qizchoq. Bu yerning havosi haqiqatan sof ekan. Shunda. Merhamet. Marhamat. Marhamat. Chopsariq. Emgek musabıqası başlayapti, ha? Yaxshi. Alpo, g'ayrat qil. Ha? Bu seni qilg'inin mi? Ha? Qarab beqinglar. Bu uning chaplig'ini ekan, ha? Bunda chaplasa qandaq bo'ladi? Ha? Qarab beqinglar. Hammanglar qarab beqinglar. Ha? Qandaq chaplabdi bu? Muştam çaplakan var mı? Yapmabdi bu. Ha? Olmaptı bu. Qarab beqinglar, qarab beqinglar. Nima? Sen davlatning mol mulkini kaskanmas tashsang bo'lamdi, ha? U bir nechini buzib etdi. Qarab beqinglar, qarab beqinglar. U davlatning mol mulkini mushundaq isrof qilsa bo'lamdi, ha? Qarab beqinglar. Sen nimada ba'zisini bozak etsan? O? Nimachi ular chichangishib ketsa? Nima? Men Tangri qutning tishiga tegib qo'ydimmi ya, ha? Men sana deb qo'yay. Hozir biz bab barobar hammamiz urush jinoyatchilari. Men qara, elig'isini bir eg'iz tanqidlabdiman. 10 eg'iz tanqidlasammi? Quloq silishim kerak. Men sana deb qo'yay. Yana podsho olaman deb xam xiyol qilma, ha? Sen bunu söyleme. Bo'ldi qilinglar. Birimiz gapdan qilinglar. Bo'ldi qilinglar. Shu emasmi? Ben Kalampay. Ben sizlerge yetmeyim. Ben nakibi. Oldu mu? Bo'ldi. Men tushundirmayli qo'y. Men yana shu gapimni dey.
Sen nädili bolsaň, şu ýek ziyan saladigan, golunda hiç iş gelmedigen kereksiz bir nima sen. Sen bizde taz kereksiz mi ekense? Xotining seni baka tashlab ketmapti-kan. Bo'ldi, bo'ldi. Yag'am Bo'ldi. Bo'ldi, men sizlarga yetmayman. Men tug'ilishtirli shundoq qalampay. Men döt. Men o'zimni yaxshi o'zgartmadim, bo'ldimi? Sizlarga nima bo'ldi? Nima deb urushyapsizlar? Ha? Nima deb urushyapsizlar? Ha? Sizlarga nima bo'ldi? Ha? Sizlarning qaysinglar puyi, ha? Puyi degan men. Baya nima deding, ha? Olta. Baya nima deding? Aslida shundoq o'zgartamayman dedingmi? Bu gap qamlashmadi, ha? Kompartiya butun jungoni o'zgartgan yerda seningdek bir podishoni o'zgartamasmi, ha? Sening ining qaysi shu? Salom qo'mondan. Pujeman bo'laman. Og'ini ikkisi toza o'xshaydi ekan. Biroq akang seningdan bir nomer cho'nkan. Lavchi, men bu og'ini ikkoylan bilan obdan bir paranglish olay. Shunda qilsak bo'lamdi? Ha? Bo'ladi. Hey. Chapsanman. U kishi xilongan şey bo'ladi. U seni chaqirib otadi. Sizlar yaxshi ishlayib o'tibsizlar. Sizlarning xizmatinglar partiyamizning qoltis bir xizmati. İlgari padişah meni boshqaratdi. Hozir sizlar padişahni boshqaryapsizlar. Qaranglar, qilayotgan xizmatinglar nima degan karomat xizmat, ha? Mening bir taklifim bor. Sizlar ularni tashkillab sirtlarni ekskursiya qildiringlar. Bo'libmi ularga o'zlari jinoyat o'tkazgan joylarni ko'rsatinglar. Meningcha ularni puhralar sizlarga qaraganda obdaroq tarbiyalaydi. Mening taklifimni jamoat xavfsizlik ministrligiga doklad qiling. Xo'p. Ularning o'yinini ko'rmasami bo'lar. Qo'mondan, aman bo'ling. Sizlarmi aman bo'linglar. Qiz yo'q. Aman bo'ling. Xo'shamisa. Hey, Lopullar qaytib keldi. Tez bo'ling. Lopo qaytib keldimi? Lopo. Men bundaq dedi. Biz bu qatim. So'ranglar, ap Men gunoh qilmadim. Men gunoh qilmadim. Men gunoh qilmadim. Jahongirlar yo'qdayli. Atma buni. Men gunoh qilmadim. Ura buni. Qilgan şey menga. Biz bu qatim. Lopo tez bo'l. Siz saqlab qoldik. Tez bo'ling. Tez bo'l. Chaqan girmani qila. O'qizdan chiqinglar. Men gunoh qilmadim. Men gunoh qilmadim. Chiqinglar. Ura buni. Men gunoh qilmadim. Senin ism nima? Men gunohsiz. Biz xon armiya cho'ng yaxshi. Sen qiz bola cho'ng yaxshi. Meni so'zim nima edi? Bo'ladi. Chaqan bo'l. Chaqan bo'l. Meni qo'yib etinglar. Aytma. Men gunohsiz. Meni qo'yib etinglar. Men gunohsiz. Lopo qina. Ha? Lopo qina. Hey Lopo. Tez bo'l. Boshqa bir ish bo'lmamdi. Hey, bu vaqt bo'lganda qandoq bo'ladi? Hey Lopo, tez bo'l, zo'rotning keldi. Hey, esingizda tutib oling. Ben ichini chiqdaysizmi?
Çakan bu. Çakan. Tezman. Bana. Tezman'a. Bukan bu. Bana tez. Yak bana. Oh, Amerika Cahangirligining ishkichil bo'riskan ku. Ha? Ha. O'xshabdi. Biz Choshan xalqi sizlarga nima qildik? Sizlarni biz chillab keldikmi? Ha? Sen haq bombardıman qilib bizdan qanchalik odamimizni o'ltirishding. Mening o'g'limni mo senlar o'ltirishding. Kelinimni mo oyoq osti qilishding. Hatto meningdek bir qiyr xotinga cheqilishding. Menga samagan javranglar qamidi. Tuzlan deyman. Tuzlan. Tuzlan. Tezlanın. Tuzlan deymi? Tezlanın deyme. Senlarni o'ltiribmisan. Amani. Pidayla qo'shini asirlarni xorlamaydi. Shundaq bo'lsinmi, cho'balam. Bularni toza obdan adablab qo'ysinlar. Sizlardan so'rab baqay. Sizlar Choshan xalqi yuz kelalamsizlar? Urumirunuma. Urumirunuma. To'lqaldalima. U sizga yuz kelamayman deydi. Cho'ng ana, meni afu qiling. Sizning baxtingizni biz vayron qildik. Mana men asirga tushib, jazoimni tortib o'taman. Qachon o'ltimga qaytishimni uqmayman. Bizning holimizmi bek ichinishlik. Siz deb beqinga. Bizning holimiz ichinishlik-ku, ha? Ichinishliqmi emasmi? Ichinishliqdan. Ha? Ichinishliqmi emasmi? Ichinishlikdan, ha? Ichinishliqmi emasmi? Ichinishliqdan deyman. Chapsan buni. Tez bo'ling, ichinishlik deysiz. Men davotamsizlar? Ha? Ichinishliq emas. Ey! Men askarni davotiman. Ishni buzdingmi? Shu emasmi? Burun xoni sish qatorliqlar meni zo'rmizor taxtga o'ltirg'izgan. Keyin Yaponlar meni Qorchoq Manjuriya podshosi qildi. Sizlar meni halovat ko'rdi davotamsizlar. Burun menmi o'zimni Manjuriya podshosi Tangri qut deb yuribdi ekanman. Amaliyotda men kishilar orasidagi eng cho'ng yaramsiz odam ekanman. Burun mening qalbimda vatan yo'q edi, xalq yo'q edi. Men Yaponlarning qo'yniga o'zimni etib, g'olchi bo'ldim. Vatan xalqini balay ofatga qo'ydim. Mening jinoyatim bor. Men 50 necha yoshga kirganda, bugungi kuniga kelganda xalq meni olvostidan odamga aylantirdi. Haqiqiy odamga aylantirdi. Men baxtimni topdim. Baxtning nimaligini endi his qildim. Qanday qilib mening olim burunqidan echinishlik deya olayman. Qo'mondan Xalo meni yaxshi o'rgan. O'zingni o'zgart dedi. Menga sen ilgari podshoh eding, endi xalqning ichidagi bir a'zo bo'ldigan bo'lding dedi. Men shuncha cho'ng jinoyat o'tkazgan bo'lsam-mu, siz yana meni ilhomlantiryapsiz dedim. Men
Bu yer Pingdingsen dep ataladı. Bu yerdeki ahalilarning köpçüligi namarat kan işçileri idi. Yapon alvastlari Şarkı Şimalni besib algandan keyin Yapon basqınçılarga qarshi turish birlashma armiya mushu atrofda doim harakat qilib turatdi. 1933-yili Tavuz chag'ini ketisi Yapon qaraqchilari banditlar bilan aloqasi bor degan betnom bilan qo'lida temirning sunig'imi bo'lmagan aholilardan o'ch oldi. Sizlar ko'rayotgan bu istihollar Yapon jahongirligining chekidan oshgan jinoyatlarining paketi. Bir 1933-yili Tavuz chag'ini ketisi Yapon mudofaa atriti Pingdingsenni qo'rshib oladi. Ular fuqarolarni rasmga tortimiz deb bütün kentdagi cho'ng odamlar, kichik bolalar, erlar, ayollar, kasal, qeri-cho'rilar, ikki qat ayollar bo'lib, 3 mingdan ortiq odamni mush o'ymonliqqa haydab keladi. Kishilar o'ymonliqqa turg'izib, qarlati bilan yepib qo'yilgan bir qancha narsani ko'rib, ularni foto apparati bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Yapon qaraqchilari tuyuqsizla pilotlarning ustidagi qarlatini elib yetadi. Yapon qaraqchilari jinoyatning izini yo'qotish uchun bütün kentdagi 6-700 yig'iz uyni, 3 mingdan ortiq jasadni butunlay ko'ydirib yetadi. Shu qitimliq ofatda qon ichidan o'milab chiqqan birli bola hayot qoladi. Sizlar u bolaning kimligini bilamsizlar? U kimdi? Han Jinso. Xanjinso? Ruxsatmi? Kiring. Muhtaram boshliq. Poyi keldi. Ha? Uni boshlab kiring. Ma'qul. Kiring. Ha? Kireva. Olta. Çay iç.
Ben sizge çay koyup berey. Rahmet. Puyi. Sen hakikaten mi özgerdin? Siz mi özgerdiniz? Çaşlarınız akırıp gitti. Biraz. Biz belli turguli. 9 yıl boldu. Ha? Merkez Halk Radyo Stansiyası. Hazır mühim haber anlatımız. Cungo Komünistik Partisi Merkezi Komitesi'nin teklifi. Cungo Komünistik Partisi Merkezi Komiteti Memleketlik Halk Kurultayı'nın daimi komitetidir. Ulug' Cungo Halk Cumhuriyeti kurulganlığının 10 yıllığı tebriklanayotgan paytda bir türküm cinoyatini haqiqiy tunib o'zgargan urush jinoyatchilariga, aksil inqilobchi jinoyatchilarga, odatdagi jinoyatchi unsurlarga alohida kechirim qilish haqida taklif berdi. Elimizning sotsialistik inqilobi va sotsialistik qurilishi ulug' g'alabalarga erishdi. Vatanimiz kundan kunga gullab, ishlab chiqarish jo'sh urib rivojlanyapti. Xalqning turmushi kundan kunga yaxshilanyapti. Xalq demokratiyasi diktatorligidagi hokimiyat mislsiz mustahkamlandi va zo'raydi. Partiya xalq hukumati aksil inqilobchi unsurlarga va boshqa jinoyatchilarga yurgizgan jazolash bilan kamchilik qilishni birlashtirish, emgak orqali o'zgartish bilan ideviy tarbiyani birlashtirish siyosati ulug' natijaga erishdi. Hozir qamoqda turayotgan har xil jinoyatchilarning zo'r ko'pchiligi o'xshamagan darajada o'zgardi. Ularning ko'p qismi jinoyatini haqiqiy tunib o'zgardi. Mushkil ahvolga asosan Cungo Komünistik Partisi Merkezi Komiteti shunda qaraydiki, ulug' Cungo Xalq Cumhuriyetining qurilganligining 10 yillig'i tabriklanayotgan paytda jinoyatini haqiqiy tunib o'zgargan bir turkum urush jinoyatchilariga, aksil inqilobchi unsurlarga va odatdagi jinoyatchilarga alohida kechirim qilishni jakalash muvofiq. Bu tadbirlarni qo'llanish pasif omillarni aktiv omillarga aylantirishga texmi foydali. Mushu jinoyatchilarni ham qamoqda turayotgan boshqa jinoyatchilarni davomli o'zgartirishda nihoyat zo'r tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bu ish ularga ulug' sotsialistik tuzumimiz ostida jinoyatini haqiqiy tunib o'zgarsalar o'zining istiqbolini topalaydiganligini his qildiradi. Cungo Komünistik Partisi Merkez Komiteti Memleketlik Halk Kurultayı daimi komitetiga yuqorida qo'yilgan taklifni o'ylashib ko'rishni ham munosib qaror chiqarishni taklif qiladi. Cungo Komünistik Partisi Merkez Komitetining raisi Mao Zedong 1959 yili 9 ayning 14 kuni. Yaşsın Cungo Komünist Partisi! Hökumet alayda kengchilik qildik bu. Radioda e'lon qildik o. Shundaq bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Lekin bu qatim kengchilik qilinganlar qatorida kimlar bor? Meningcha natijasi alayda bo'lganlar. Mukofot ag'anlar cho'qin bor. Albatta, senmi bor. Men yo'qchimi? Sen cho'qin bo'lsa,
Ben rastlılla Beyjing'e qayta alasam, hammaning oldida sizlarga yerlik alaydı məsləhətlərini evet bermə. Mening Beyjing çılarlarını şundaq yegim keldi digine. Qo'yib bersa, hammamizni qo'yib bersin. Bo'lmasa, hammamizni qo'yib bermisin. Mening sen jazman qap qalmaysa. Shunda qolmaychi. Qapqas puyi qala. Men nima deb qalatdim? Buni bir nim deb bo'lmaydi. Yazsın Cumhuriyet Komünistik Partisi! Yazsın Cumhuriyet Partisi! Yazsın Cumhuriyet Komünistik Partisi! Yazsın Cumhuriyet Partisi! Yazsın! Hozir alayda kechirim qilinganlarning ismligini jakalaymiz. Ayshinjolo Puyi. Ayshinjolo Puyi. Ayshinjolo Puyi. Cumhur Halk Cumhuriyeti Ali Halk Sot Mahkemesining alayda kechirim qilish uqtirishi. Cumhur Halk Cumhuriyeti raisining 1959-yili 9-oyning 17-kunidagi alayda kechirim qilish buyrug'iga asosan sot mahkamamiz qamoqda turayotgan Qo'rchoq Manjuriya urush jinoyatchisi Ayshinjolo Puyini tekshirdi. Mazkur jinoyatchi 10 yil qamaldi. Qamalgan jarayonda emgak bilan o'zgartish va iddiy tarbiya orqali haqiqatan jinoyatini to'nib o'zgarganligini ifodalagan. Bu alayda kechirim qilish buyrug'ining 1-moddasidagi belgilamasiga uyg'un bo'lganligi uchun qo'yib berildi. Cumhur Halk Cumhuriyeti Ali Halk Sot Mahkemesi 1959-yili 12-oyning 4-kuni. Yaxshimisiz. Oo, yaxshimisiz. Yaxshimisiz. Tinchlik bo'lsin. Yaxshimisiz. Agar xato tunamagan bo'lsam, Puyi apandi bo'lasiz-ku deymi? Shundoq. Bizning bu birinchi qatim ko'rishishimiz emas. Ben sizin təbriklayım. Padişahlıqdan, oddiy puhrağa aylanğanlardan Cungo və çət əllərdə qədimdən hazırgıca fəqət siz Puyi əpəndili ba, bu təbrikligidə qutlıq iş emasmı? Xine oturunlar. Hey, bir yerde oturun bir yerde.
Puyi. Puyi efendi. Siz nima deb kayni ötüp oltırıp alasınız? Aldık ötüp oltırın. Men bir şeyde obda oltadım. Puyi efendi. Aldık Kene ütüp bu yak oturun. gelin. Kene kelin. Zoli. Oturunglar. Burun siz mening bevosita rahbarim edingiz. Chin oqsoqol ikkimiz sizning puhralaringiz edik. Rahbar bu yerda o'tirib olsa qandoq bo'ladi? Qani kelib, oldiq o'ting. Oldiq o'tib o'tiring. Keling. Qani oyaga. Nishada o'tiring. Her qaysinglar Beijingga qaytib kelgili xeli kunlar bo'ldi. Nayt aldirashib ketib, sizlarga hardiq choymi beramidik. Elime yaxshi bu yerda o'tag'anlarning ko'pchiligi Huangpudagi saboqdoshlarim, ko'ni do'sturimki. Meningcha har qaysinglar ayib ko'maysizlar deyman, ha? Mening gapim to'g'rimi, ha? Jo efendi, men o'quvchingiz turib, gapingizni anlamadim. Yaxshi o'rganmadim. Ondaq degili bo'lmaydi. Chunki sharoit o'xshamaydi-da. Burun biz bir yerda o'ltiramidik. Bugun biz birlikka kelgan muhitga erishdik. Biz bir yerda o'ltirib qolmay, yana birlikda mamlakatimizni gullantira olamiz. Burun har qaysinglar ozroq qing'ir yo'lga menib qoldinglar. Bu tarixni o'zinglarga hargizmi yuk qilib olmanglar. Ko'ni tarix betini varaqlab olsanglar, yana yangi tarixni yozg'ili bo'ladi emasmi? Biz kommunistlar tug'ilishdilar, mushundaq bo'lgan emas. Mening ajdodlarim Shaoxingning mo'tavalari edi. Men uzun chash qo'ygan. Hozir ba'zilar meni o'smir chig'idilar, ulug'vor iroda tikligan deyishyapti. Bu to'limi qamlashmagan gap. Mao Zedong degini to'g'ri. Odam o'zgaradi. Meningcha Puyi efendi, siz zo'r darajada o'zgardingiz. Qaysi sulaldı bolsun meningdek jinoyati ig'ir odamlarning kallasi elnatdi. Lekin hukumat unda qilmay aksicha shuncha ko'p kuch sarf qilib meni o'zgartdi. Men Kichik vaqtingizda podsho bo'lganingizni sizdan ko'ngli bo'lmaydi. Jangshin podshohlikni tirildirganda siz oran 12 yoshda edingiz. shundoq. Bunimi sizdan ko'ngli bo'lmaydi. Lekin keyin siz sharq shimolga bordingiz. Mana bu javobgarlik sizning ustingizda, ha? Shundoq. O'tiring. O'tiring, ha. Sizning oldingi yerim umringiz o'tib bo'ldi. Endi sizning keyingi yerim umringizni qanday o'tkazish ustida maslahatlashaylik. Xizmatingiz to'g'riliq sizning fikringizni anglab baqay. Zongli. Men tibobatchilikka bak qiziqaman. Men doktor bo'lsam qandoq bo'la? Doktor bo'lsam? Bo'lmaydi. Doktor olib, navoda xato davolab qo'ysangiz, toza qamlashmaydi. Meningcha siz o'simliklar bog'chisida ishlasangiz qandoq bo'la? Ma'qul. Ma'qul. Sizlar obdan demedinglar. Beijingdagi o'zgarishlarni ko'rib yiqinglar. Agar Xon sarayini sayli qilamiz desanglar, Puyi efendini başlaydinglar. O jahonda birinchi yo'l boshlig'uvchi bo'la oladi.
ekan. Bilet alalım. Beş can kol, onu 40 tane vurunla. 5 can kol, onu 40 tane vurunla.
Çetellikler bunu çoşkunun kuyruğu deydi. Uqtunglar mı? Bilemsizler şunu. Ben bunu şunç tez kesip etsem. Sizler muştun bilen beni bağlap koymakçı, öldürmekçi. Sen benim kişim uyuşturulgan casus. Unula! Unup öldürüydün la! Chiroylikka qara. Hech En ahırkı padişah sizlerdeki vaxtıda muşu şahi orunduqda olturgan. Keyinchi? Keyin puhrala onu qoğulup etdi. Ha? Uni nimishga qo'g'libatdi? Xalq, özümüzge özümüz xo'jayin bo'lamiz deb qo'g'ulup etdi.